Rahmatullo aka, bugun bozorda ishlatilayotgan noutbuk sotib olayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak yeb qo'ymaslik uchun? Xo'p, o'zimizdan misol keltiraman bo'lsam, o'zimiz tashqaridan noutbuk olib kelinganda yoki boshqa qilinganda, birinchi o'rinda noutbukning holatini ko'ramiz. Holati qirilgan, chizilgan. Keyin ko'rishingiz mumkin, klaviaturada ortiqcha yog', misol yaltirash holatlari bo'ladigan bo'lsa, demak, u noutbuk ko'p ishlatilgan bo'ladi. Shuni e'tiborga olamiz. Noutbuk sotib olayotgan odamlarga shuni tavsiya qilamiz. Birinchi o'rinda holatini ko'rib olishsin, klaviaturalari, boshqalar, ekran chizilgan, qirilgan joylari yo'qmi, tashqi korpusda qirilgan, chizilgan joylari yo'qmi, qo'ldan tushib ketmaganmi, shu tarafga birinchi o'rinda e'tibor berishadi. Ikkinchi o'rinda noutbukni test qilamiz. O'zimiz test qiladigan maxsus programmamiz bor. Agar klientlar xohlasa, programmasini Telegram kanalimizda ishlab beramiz. Bemalol ko'rib, undan qanday foydalanishni o'rgatamiz. Programmada klaviaturasini, batareykasini, ekranning holatini test qilsa bo'ladi. Shu testlar orqali o'zimiz sotib olamiz. Mijozlarga ham shuni tavsiya beramiz. Ushbu tavsiyalarga amal qiling. Noutbuk sotib olayotganda albatta yeb qo'ymaslikka harakat qiling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingiz uchun saqlab qo'ying albatta.